O'g'lim, menga qara. Onasini ko'rib, qizini oldigan xalqimizda maqol bor, bilsana. Voy, onasini ko'rdim. Shunaqa xushbichim, shunaqa kelishgan xotin ekan. Bir qizini ham ko'ravermadiydi ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ona, qiz yoqdimi, shu qizga uylanaman. Voy, garang, bu onasi. Onasi bu, gapotib qo'yma. Onasini lovini eshik qisgan. Voy, o'zingni o'chir, hozirgi современный ayollardan. Lavini ari chaqqan, lavini nima qilib berardi? Yaxshi. Onasiga. Aynan, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi gapni indallosi deng. Sizda bir gul bor ekan. Bizda oliy ma'lumotli bir ho'kizday bulbulimiz bor deng. Voy, yo'li shunaqa bo'ladi, jim o'tirdi ona. Endi shu bulbulimiz katta yigit bo'lib qoptilar, qarang. Qapasga sig'may, kallasini hali u yoqqa, hali bu yoqqa uradi deng. Shuni tengini topib, juplab deng, boshiga qo'yib, gulini qo'yniga solib qo'ymasam, olazag'izg'onlar bilan aralashib ketib qolmasin deyman-da, aynan. Sendegacha qizi bor uyga shoham gadoyam keladi deyishadi. O'zimni qo'qiy jonim bo'lsin. Voy, men unda sizga bir o'g'limni maqtab qo'yay jonim. O'g'lim Toshkent iqtisodiyot texnologiyalar institutiga topshirib kirdi, xudo xohlasa. Aynani, xudo xohlasa, hali nima deyapti? Voucher yutib oldim 1 million so'mlik. Voucher ham qo'yishganda, oyi. 1 millionlik voucher yutib oldi. Xudo xohlasa, boyitcha yigitlardan bo'ldi. Iqtisodchi bo'laman. Chutsiz endigacha tengi chiqsa tekinga ber deyishdi. Qara. Boshimga yostiq qilib o'tirib nima Voy, qil? o'zim o'rgili. Qara. Voy, aynani sizdan o'sha yostig'ingizsa bitta ko'raylik. Xo'p, bola, qizim, choy olib chiq. Manchi choy deyishadi bular. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy. O'g'lim bu yostiq emas, ko'rpacha-ku. Spalniy do'niyona. Ashta. Onasini ko'rib qizini oldigandingiz. Maqoldan ko'nglim qolib ketdi o'g'lim. Maqolda rasvo qildi-da.